Assalomu alaykum. Sizlar bilan Xurshid Mo'minov. Bugun sizlar bilan Green Card haqida gaplashamiz. Green Card rasmiy nomi bu United States Permanent Resident Card. Bu shaxsni tasdiqlovchi karta, muhojirni Qo'shma Shtatlarda ishlash va doimiy yashash huquqini beruvchi kartasi hisoblanadi va keyinchalik bu karta orqali AQSh fuqaroligini ham olish imkoniyatingiz bo'ladi. Endi gap cho'zib o'tirmasdan asosiy yengilliklarga o'taman. 2023-yilga Green Card lotereyasi o'ynalishi bir necha kun oldin tasdiqlandi. Nega 2023 deb savol berishingiz mumkin? Chunki Green Card bu yil, ya'ni 2021-yil o'ynaladi. G'oliblar 2022-yilda aniqlanadi va 2023-yilda Amerikaga ko'chib o'tishingiz mumkin bo'ladi. 30-sentyabr kuni AQSh rasmiy saytida e'lon qilingan qo'llanmaga ko'ra, bu yilgi Green Card lotereyasi 6-oktyabr kuni Amerika sharqiy vaqti bilan kunduzi soat 12 dan boshlanadi. Bu degani O'zbekistonda kechasi soat 9 ga to'g'ri kelyapti va 9-noyabr kuni O'zbekiston vaqti bilan kechasi 9 gacha bu lotereyaga registratsiya ochiq bo'ladi. Ya'ni Green Card o'ynashga deyarli to'liq 5 hafta vaqtingiz bo'ladi. Registratsiya ochilgan kundanoq borib registratsiya qilishni maslahat bermagan bo'lardim. Chunki birinchidan saytga registratsiya ochilishi bilan u saytga kirib registratsiya qiladigan foydalanuvchilar soni juda ham ko'p bo'ladi va sayt yaxshi ishlamay qolish ehtimoli bor. Ikkinchidan, tarixda shunaqa holat bo'lganki, boshida registratsiya ochilgan va yuqorida aytib o'tilgandagi vaziyat bo'lib, sayt ishdan chiqqan va barcha o'sha boshida registratsiya qilgan foydalanuvchilarning anketasi bekor qilingan va ular boshqatdan ro'yxatdan o'tishgan. Ayrimlari bu haqida eshitmagan ham va qayta ro'yxatdan o'tish imkoniyati ham bo'lmagan. Lekin oxirigacha cho'zib poylab o'tirishga maslahat bermagan bo'lardim, chunki eng yaxshisi 3-4 kun o'tkazib, keyin anketangizni to'ldirishni boshlaganingiz ma'qul. Yana bitta narsaga e'tibor berishingizni xohlardim. Bu registratsiya vaqtida qilinadigan standart va qo'pol xatolar. Oldinlari o'zim ham ko'p guvoh bo'lardim, ayniqsa viloyatlarda ko'p qo'llashadi. Bu usulni bir insonning nomiga 2-3 talab anketa registratsiya qilishadi. Ya'ni bitta ismga aytaylik Abdulla degan ismiga bir safar L ni ikkita yozadi, ikkinchi safar bitta yozadi yoki uchinchi safar otasini ismi, отчествоni qo'shib yozishadi. Bu bilan yutishga imkoniyat ko'payadi deb hisoblashadi, lekin bu unaqa emas. Agar bordi yutuv chiqsa ham sizni diskvalifikatsiya qilishadi. Ya'ni yutuqni bekor qilish ehtimoli juda katta. Lekin siz agar oilali bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingiz nomidan ham anketa to'ldirsangiz bo'ladi. Ya'ni sizning nomingizga alohida va turmush o'rtog'ingiz o'sha anketada bo'ladilar. Va xuddi shundoq turmush o'rtog'ingizning nomiga anketa ochiladi va siz u yoqda soответственно turmush o'rtoq sifatida yana ro'yxatdan o'tasiz. Shunda yutish imkoniyatingiz 2 barobar oshadi. Agar farzandli keladigan bo'lsa yoki voyaga yetgan yigit qizlar o'zining nomidan ishtirok etmoqchi bo'lsa, bu ham bo'ladi. Bu holatda talablar registratsiya qilmoqchi bo'lgan odamning yoshi 20 dan oshgan bo'lishi lozim va qaranglar, muhim tarafi 20 dan oshgan va Green Card javoblari chiqish vaqtiga yoshi 21 dan oshishi kerak bo'ladi. Ya'ni 21 ga to'lish kerak bo'ladi. Va tabiiyki, undan yosh kattaroqlar. Qolgan qoidalari bo'yicha deyarli o'zgarish yo'q. Xuddi o'sha oldindagi yaqin 1-2 oy ichida tushirilgan 5 ga 5 formatdagi rasm, ma'lumotlaringiz, qayerda tug'ilgan, qayerda yashayapti va chet elga chiqish pasportingiz, ya'ni hozirgi kundagi qizil pasport. Xudo xolisa taxminan 10-oktyabrlarga qanaqa qilib registratsiya qilish mumkinligi, ya'ni registratsiya jarayonini boshidan oxirigacha instruksiya video chiqarishga harakat qilamiz va shunda o'zingiz o'sha videoni andaza qilib registratsiya qilishingiz mumkin bo'ladi. Va eng zo'ri, buni barchasi bepul. Bizda O'zbekistonda ko'chalarda e'lonlar ko'p, Green Cardga registratsiya qilib beramiz degan. Oldinlari 20-25 ming so'm atrofida bo'lardi registratsiya qilib berish, hozir bilmayman necha pul.
Ular aslida faqat sizni o'rningizga ma'lumot kirgizib bergani uchun pul olishadi. Shuning uchun hozirgi kunda internet rivojlangan va tarqalgan, o'zingiz bemalol tekinga registratsiya qilishingiz ham mumkin. Ma'lumot sifatida aytib o'taman, 2019-yilda Green Card yutgan g'oliblar, ya'ni 2019da yutgan bo'lsa, 2020da viza olishi va 2021da Amerikaga ko'chib o'tishi kerak bo'lgan ishtirokchilar afsuski pandemiya sababli O'zbekistondan, ayniqsa minglab yutgan odamlarning ichidan faqatgina 64 tagina anketa g'oliblari Amerikaga Green Cardni olib kelishgan. Va umid qilamizki, bu keyingi yildan boshlab pandemiyalar tugab, hammasi oldingidek barcha yutgan insonlar xotirjam Green Cardni olib ketishga muvaffaq bo'lishadi. Endi bo'lsa Green Card lotereyasida qatnashishi mumkin bo'lgan MDH davlatlarini ro'yxatini aytaman. Bu O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Ozarbayjon, Gruziya, Latviya, Litva, Moldova, Estoniya va Ukraina. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Boya aytganimdek, xudo xolasa taxminan 10-oktyabrlarga Green Card registratsiyasi bo'yicha o'zbekcha instruksiyasini kanalga yuklaymiz. Kuzatishda davom etinglar va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.